biz bo'lmagan joylarda. Abduqayim Yo'ldosh. Bir 1981 yil edi. Terim avjida, it egasini tanimay yotgan to'polon kunlarning birida armiyaga to'ppa-to'g'ri daladan Voyenkomning mashhur nosrang villasiga bosib olib ketilgan o'zbek ovullik Do'stboy yana 2 qovun pishig'ini eson-omon o'tkazib, uydagilarni sarg'aytirib, yo'l qarata nihoyat dekabr oyining o'rtalarida erta sahar hali yulduzlar charaqlab turgan palla jamadonini ko'tarib qishloqqa kirib keldi. Bir tutam qish kunini uzaytirmoqchiday allaqachon o'rnidan turib, tandir qizitishga unnab ketgan Cho'tboy Ko'knorning o'rtancha kelini Nasibasiga butun jonliq bitilgan ekan. Qo'lidagi kosovini tashlashni ham unutib, chopib bora solib suyunchi so'rab turgan juvonga oppoq yaktak ishtonda hovliqib chiqib kelgan oqsoqol bostirmada quyrug'ini ko'tara olmay yotgan qo'shqorlardan birini baxshida etib yubordi. Do'stboy qachon keladi-yu, qachon oqsoqolning go'shini yeymiz, deb tomog'i tushib yurgan el yuz oydinga oqib kela boshladi. Bunday paytlari entikib, bosar tusarini bilmay qoladigan, balki shuning uchundir orqavarotdan Mard tentak laqabini olgan oqsoqol mehmonlar poyiga birdaniga 2 ta qo'chqorini olib urdiki, hammayoq senji, menji bo'lib ketdi. Olqishlardan shishib ketgan oqsoqol bunga ham qanoat hosil qilmay, ko'pchilik hovlida paytini ko'zlab turib, to'ladan 2 yashik tentak suvini olib chiqib o'rtaga qo'yarkan, soxta bepisandlik ila ilova qilib o'tib ketdiki, bu zamonlarning urug'i serob, qo'rqmasdan olaveringlar. Magazinda ham mening nomimga yozilgan yana 2 ta yashigi turibdi. Birontangning ko'liging, ya'ni uloving bo'lsa, hozir borib olib kelib qo'ysalaring bo'ladi. Bo'lmasa, so'ngroq borarsizlar. Qip-qizarib, xo'roz bo'lib olgan 4 o'g'lonning munosabatlarini aniqlash uchun pastga inib ketgani-yu, keyin ularning ikkalovi to'yxonaga qaytib kelib o'tirmay, yo'lni to'g'ri markazda yashovchi, singan, chatnagan suyaklarni mo'miyo bilan davolovchi tabibning uyi tomon solishganini, 4 nimcha charbini o'ngiriga bosib, zipillab chiqib ketayotgan Qodir qassobning ayolini Soliya kayvoni naq eshik oldida ushlab olgani, savxoz direktori bo'lmish kattakon qo'liga suv quyish uchun o'ziga peshvoz chiqayotgan beqasam choponli, allaqachon shirinkina bo'lib suzilibgina turgan 3 kunlik kuyov Temurboyni qumg'on sochig'i bilan qo'shib mahkam quchoqlagancha, "Xizmat yaxshi o'tdimi, jiyan?" deb ko'pchilikni o'ng'aysiz ahvolga solib qo'ygani. Xuddi shu Temurboyning bir banka yer moyini adashib samovar ichiga qo'yib yuborgani, Oftob Qushnoshning ha degancha nevaralarining kissalarini qand qursga to'ldirib uyga yugurtiraverishi xotin-xalash og'zida saqishga aylangani, shuningdek soldat bolaning oqsoqolni chekkaroqqa olib o'tib gunohkorona qiyofada buncha tashvishlarning keragi yo'q edi deb gap boshlagani-yu, bunga javoban ota og'rini biroq Xudoga shukr, o'ladigan joyda emasman. Shu paytgacha birov meni qattiq demagan, yil yurtdan kam joyim ham yo'q bolam deganlarni hisobga olmasak, to'y silliqqina o'tdi. Hay, ishqilib to'ylar ko'payaversin. Keyingi hafta 10 kun soldatni choyga chaqirishlarda o'tdi. Yeyish-ichish gadosi, tutun chiqqan joyda hozir nozir, qishloqda otning qashqasiday taniqli to'da Do'stboyni har kuni navbatdagi xonadonga sudraguday olib borishar. Bechora soldatning ming qarshiliklari, aroq lim-lim piyolani tutishganida ko'ngli aynib, yuzini chetga burishlarini birgina "Udumimiz shu" degan sirli jumla bilan yengishar, uy egasini xafa qilmaylik, odamgarchilikdan chiqmaylik, o'zbekchilikni unutmaylik deyishib, dasturxonga falonchiga qaraganda ko'proq aroq qo'yganidan g'ururlanib, g'iljayib o'tirgan mezbonga ishora qilishardi. Hay mayli, bular ham o'tdi. Dahshatli darajada ichish bilan nishonlangan yangi yil oqshomidan keyin oshqozon og'rishi, bosh aylanishi, darmonsizlik singari balo-battar kasalliklarga duchor bo'lib ulgurgan, rangi siniqib, ko'zlari kirtayib qolgan soldatni tinch qo'yishdi. Shunday saodatmand kunlarning birida o'zining katta soldat to'y o'tkazgani haqidagi xushomadli maqtovlar
Yaltoqlanishlarni erinmasdan bittalab yig'ib, tilining tagiga nosday tashlab olib, kayfini surib yurgan oqsoqol kenja kelinni chaqirtirib pisanda qildiki, endi shu ishgayam oppoq soch soqolim bilan o'zim aralashib yurmay, sen asta ko'ngliga qo'l solib ko'rchi, do'stning xohlagan-poxlagani bormikan? Agar bo'lmasa, bir ikkita ko'z ostiga olib qo'ygan joylarim bor. Bari taktugli odamlar, xudo xohlasa yil boshida 2 oyoqli mashina olib beraman. Kelin itoatligina edi. Xayallab o'tirmay, shu kuniyoq bir piyola choy ustida bor gapni qaynisiga to'kib soldi. To'yingizda bir o'ynaylik-da, deb qo'shib qo'ydi. Uyalmang, vadalashganingiz bo'lsa, mana, menga aytavering. Bu har kimning boshida bor savdo. Hali ham otamiz sizni kenjatoyim deb suyib, o'z erkingizga qo'yib beryapti. Shunisiga rahmat deng. Gapning bo'ramadidayoq ma'yus tortib qolgan Do'stboy dasturxon popugini ezg'ilab ko'p o'ylandi. Oxirida siniq jilmayib aytdiki, "Ey checha, musofir bo'lmaguncha musulmon bo'lmas deb to'g'ri aytgan ekanlar. Biz o'sha yoqlarda yurganimizda otamizning, akalarimizning, sizlarning, qarindosh urug'larning, qishlog'imizning qadriga yetdik. Bilmadim, balki hayotning qadriga yetishni ham o'rgangandirmiz. Ne bo'lsa ham bu notavon ko'ngilda bir niyat paydo bo'ldiki, o'sha yurtlarda qolib, yana 2-3 yil yashab ko'rsak, sochilgan rizq nasibamiz bo'lsa terib yesak, uylanish bo'lsa qochmas, hali yoshmiz. Avval hayotning achchiq chuchugini totib ko'rsak, so'ng bilan bir gap bo'lar, bizning peshonamizga yozilgani ham bordir." Kelin har qalay 8 yillikni bitirgan, oz-moz jug'rofiy ma'lumotga ega, qo'shnisi xizmat qilgan kentni xaritada 1-2 bor ko'rgan, bir cho'chib tushib so'radiki, o'sha yoqlargami qaynimov? Do'stboy ma'qullab bosh irg'agan edi, kelinning qo'lidagi piyola tushib ketdi. Xayriyatki sinmadi. Bir muddat sukutda o'tgach, yuzi sal yorisha boshlagan kelin u yoq bu yoqqa alanglab olgach, pastroq ovozda aytdiki, "Mayli, bolag'ana, yoshlikdan har ne bo'lishi mumkin, lekin buni birovga aytib yurmang. Bilasiz, otamiz bunaqa ishlarga juda qattiq. Buning ustiga bilasiz, hozir odamlar oyog'i bilan emas, tili bilan yuradi. Sizning xabaringiz yo'qdir, jo'rangiz Mardonboy xotinidan ajrab qutuldi. Raima sho'rlik rayonga borganda sal mazasi qochib qaytishda bir yengil mashinaga mingan ekan. Odamlar deng bir gap qildiki, naq 6 oyga cho'zildi-yov. Begonalarni qo'ya turaylik. O'zimning akam 25 ga kirib bultur uylandi. Bir 3 yilcha shunday gaplarni eshitgandiki, aytaversam betim sidirilib tushadi. Yo'q, mana, Xudoga shukr, hozir qo'chqorday o'g'li bor. Sobir ma'lum bu yil bolasini maktabdan chiqarib oldi. Qo'li kaltalik qilib sunnat to'yini o'tkazmagan ekan, ne bir malomatlarga qolmadi. Lekin bolag'ana, siz ko'p qiynayvermang. Hech bo'lmasa u bu tiqishtirib tinchitishning iloji bor chiqar. Qancha xarajat bo'lsa ham aytavering, qarz qavola ko'tarib bo'lsa ham topamiz. Ishqilib bolag'ana, ovsinimiz bo'shanadigan bo'lib qolmaganmi? U yoqning xalqi juda zakunchi bo'ladi deyshadi. Meni tushunmadingiz, checha, dedi qip-qizarib ketgan Do'stboy. Men o'zim borib yashab ko'rmoqchiman, o'zim. Hay bolag'ana-yov, dedi kenja kelin endi bemalol iljayib. Barini tushunib turibman, tushunmay o'libmanmi? Suhbat xotimasi shu bo'ldiki, Do'stboy etak silkib chiqib ketdi. Kelin iljaygancha qolaverdi. Kenjatoyning niyati pat qanotlari yulinib, imkon qadar beozor tarzda yetkazilgan edi. Oqsoqol ko'zining paxtasi chiqib o'shqirib berdiki, boraman desa Samarqand bor, Buxoro bor, ha ana Toshkent bor, lekin tubkaning tubidagi begona yurtni xayoliga ham keltirmasin. Falokat bosib bu gapdan el yurtni xabardor qilib yurmanglar tag'in. Bilasizlar, hozir odamlar oyog'i bilan emas, tili bilan yuradi. Do'stdan ko'ra dushman ko'p. Xudoga shukr, shu paytgacha obro'yimiz mahkam bo'lgan. Urug'imizdan sayoq chiqmagan. Birov menga barmog'ini bigiz qilib ko'rsatmagan. To men tirik ekanman, shunday bo'lib qoladi ham. Men o'lgandan keyin o'zlaring bilasizlar, baringni Xudoga soldim. E'tibor istakka yarasha tug'iladi. Uydagilar ham zingil solibroq kuzatishib, tez orada amin bo'ldilarki, chindan ham Do'stboyda ba'zi tushunarsiz qiliqlar paydo bo'lib qolibdi. Deylik, qahraton sovuq bo'lishiga qaramay, hovliga chiqib olib, osmonga soatlab termilib turaverishining, yo bo'lmasa huvullab yotgan ko'chalarni mayda qadamda aylanib yuraverishining ma'nosi ne? Haftada bir keladigan Hind kinosiga ovulning 7 yasharidan 70 yasharigacha yoppasiga yopirilib borsa-yu, bitta Do'stboy eski priyomnikni chiyillatib eshitib o'tiraversa, shuncha qistashlariga qaramay gap-gashtaklarga boravermasa, Xudo yorlaqab borib qolsa ham qilgan ishi muk tushib olib gazet jurnal titish bo'lsa,
Ustiga ustak sahar turib olib maykachan holida hovlini aylanib yuradimi-ey, qo'lini yerga tirab olib yotib turadimi-ey, oyog'ini osmonga ko'taradimi-ey. Shuncha odamning bolasi armiyadan qaytdi. Birovi ham eldan ajramagandi. Birovi ham bunday qiliqlar ko'rsatmagandi. Buni ne jinchalgan? Do'stboy, dedi bir kuni katta og'a ikkalovi xoli qolishgan mahal. Nima deysan? 500 yetib qolar-a? Chechan ko'ribdi-ku, albobingda bir choch kalta qiz bilan toza qo'lni ushlashib olib rasmga tushgan ekansan. O'zi o'shanga yuborish kerakmi? Sen adresini bersang, men Samarqandga o'tganimda taylab kelardim. Bu yerdan yuborsang, birovi bo'lmasa birovi bilib qoladi. O'zing bilasan, hozir odamlar oyog'i bilan emas, tili bilan yuradi. Avval jig'i biyroni chiqib ketgan Do'stboy oxirida ruxsiz qo'l siltadiki, "Yo'q, aka, men ertaroq ketay, menga ruxsat beringizlar. Meni baribir tushunmabsizlar. Gap qizda emas." Og'a ajablandi. Nimada bo'lmasa, gap. Shu yerga kelganda Do'stboy tutilib qoldi. Og'a mamnun jilmaydi, go'yoki aytdi: "Shunaqa uka, biz ham uncha yerdan chiqqanlardan emasmiz." Kenjatoyning haliyam musofirlik ilinjida yurganini eshitgan ota katta kelini orqali surishtirdiki, "Nima, qorni to'ymayaptimi? Yo usti but emasmi? Yo birov yomon muomalada bo'lyaptimi? Yo o'sha yurtlarda birontasiga va'da berib kelganmi?" Barcha savollariga yo'q javobni olgan oqsoqol o'shqirib berdi. "Unday bo'lsa, begona yurtlarda pishirib qo'yibdimi?" Kenjatoydan javob bo'lmadi. Ko'ngil dushman. Oqsoqol bir kuni kichik keliniga shivirladiki, "Sen qayningni olib qushnochnikiga o'tib kel, qoqib-poqib qo'ysin. Buni o'sha yoqlarda birov isitib qo'yganmi? So'ng birato'la Raycenterdagi больницаga ham ko'rsatib kel. Istalik-pistaliklari urgan bo'lsa, satrasina mozga bo'lib qolganmi? Lekin borganlaringni yer-yurt bilmasin. O'zing bilasan, hozir odamlar oyog'i bilan emas, tili bilan yuradi." Qo'rg'on eshiklari mahkam edi. Shukr, bu xavotir ko'chaga chiqmadi. El-yurt qulog'iga yetib bormadi. Biroq xonadonda ancha vaqtgacha yashab, ko'plarning ko'nglini kemirib yurdi. Qodir vaqt har qanday dardni ham davolayvermas ekan shekilli, oradan 2-3 hafta o'tgach, Do'stboy chechalari vositachiligida otasidan oq fotiha so'radi. Oqsoqol darg'azab holda eshikni qarsillatib yopib chiqib ketish oldidan odatiga ko'ra ehtiyotkorlikni unutmay, kenjatoyining barcha hujjatlarini yig'ishtirib oldi-da, bo'xshaga tugib, kalitini yonidan qo'ymaydigan sandiqning tubiga joylab qo'ydi. Tarix guvoh, bolalar doimo otalarini tushunmay keladilar, otalar esa bolalarini. Ne bola bo'lganki, avvallari el qatori mo'min qobilgina yuradigan, o'zidan kattaning gapini ikki qilmaydigan, birovga tik qaramaydigan Do'stboy o'sha yoqlardan qaysargina bo'lib qaytgan ekan deng, dabdurustdan katta og'adan qarzga 50 so'm pul so'ragan. Ko'ngli bo'shroq og'a hamsoyasidan shuncha pulni olib chiqib berayotgan payti qayoqdandir bu maxfiy bitimdan xabardor bo'lgan oqsoqol balo qazoday otilib kirgan. Endi oqsoqolning ta'rifiga so'z yo'q. Vaqtida aktiv bo'lib, qavmini zir titratgan, do'nan otida sollanib kelayotgan chog'i ko'z ilg'ar masofadan yo'lini kesib o'tgan ayol jinsini qamchi do'li ostiga olgan oqsoqolning g'azabi ham o'ziga yarasha edi-da. Xullas, janjal oq qilamandan tortib 1-2 shapaloqacha borib yetdi. Shukrki, qo'rg'on eshiklari mahkam edi. Tashqariga tiq etgan tovush eshitilmadi. 3 kundan so'ng Kenjatoy yo'qolib qoldi. Ishning ko'zini biladigan oqsoqol birovga damini chiqarib o'tirmay, qo'shni ovulga bordi-da, og'zi oladigan puliga yarasha mahkam bir juftning mashinasini kira qilib, katta o'g'ilni yoniga olgancha shahar tomon uchdi. Uyasi buzilgan chumolilarday odam bishg'ib yotgan temir yo'l vokzalini, Kenjatoyi xizmatini o'tagan olis Kent taraf ketadigan poyezdlarni 2 kun tit-pit qilishib, maqsadlariga yetisha olmay, sillalari qurib, vokzal hovlisidagi temir o'rindiqlarda simillab og'riyotgan oyoqlarini silab o'tirishgan edi. Bu yoqdan Do'stboyning o'zi qo'l qovushtirib chiqib kelaverdi. Qayoqdan shuncha kuch paydo bo'lgani noayon. Har tugul oqsoqol o'rnidan uchib tura sola, na salomga alik bor, na izohga quloq tutish, adashgan o'g'ilning bilagidan mahkam changalladi-da, orasira biqiniga niqtay dikonglatib sudrab borib, orqada bir notanish yigit "Kartoshkaning qolganini kim tushiradi? Hech bo'lmasa ishlagan pulingni olib ket", deb baqirgancha qolaverdi. Mashinaning orqa o'rindig'iga bosdi-yu, hay, bunday g'azabdan Xudoning o'zi asrasin. To'balab uraverdi. Mashina o'kirib oldinga intildi. 5-10 chaqirim yo'l bosib qo'ydi hamki, qani endi oqsoqol to'xtay desa, hech bo'lmasa so'kinishni bas qilsa, qayoqda deysiz?
Oxiri lablari pir-pir uchib, ko'zlari g'iltillay boshlagan to'ng'ich o'g'il chiday olmadi. Jigarda jigar, qon bir emasmi? Shartta mashinani to'xtatib tushib qoldi. Otasining o'shada bir sasiganiga javoban bo'g'ilib, "Boraveringlar, avtobusda ketaman" degancha pastga chopib inib ketdi. Mashina qishloqqa tun yarmida kirib keldi. Qo'rg'on eshiklari mahkam edi. Navro'z ayyomida oqsoqol o'zining payg'ambar yoshga to'lganini ham qo'shib, kenjatoyning to'yini o'tkazib oldi. Katta to'y bo'ldi. Ulu bosti bo'ldi. Ehtiroslar so'ndi. Hayot daryosi o'zining sokin maromiga tushib oldi. Do'stboy elga qo'shildi, gap-gashtaklarga qatnashadigan bo'ldi. Kartani, ichishni, chekishni o'rgandi. Yoqalashishni ham o'rniga qo'yadigan bo'ldi. 2 marta boshi yorilib, zo'r laqabini orttirib ham oldi. El qatori tomorqa ekdi, ho'kiz semirtirib sotish taraddudiga tushdi. Dalaga ham el qatori sahar ketib, qorong'u tushganda qaytadigan bo'ldi. Xullas, oqsoqolning, uydagilarning ko'nglini o'rniga tushirgan dorilamon kunlar boshlandi. Do'stboyning bolalik sho'xliklarini birov qaytib tilga olmadi. Tilga olsalar-da, uning o'zi yo'q paytlari, shunchaki hangoma orasida kulgi uchun. Gohida telba o'ylarim noma'lum tomonlarga uloqqan chog'lari ko'ngilda bir fikr uyg'onadiki, o'tgan umrini miridan sirigacha yoddan o'tkazgan pallalari biron marta bo'lsin qizarib ketmagan odamgina yaxshi yashadim desa arziydi. Lekin o'zimni yupantirmoqchiday darhol boshqa daxriy fikrlarga ham erk beramanki, dunyoda o'shanday farishta odam bormikin o'zi. Oradan yillar o'tib, ta'tilda yurgan chog'im Do'stboy qo'noqqa chorlab, oldimga quyuq dasturxon yozgan, mushtaygina xotinini zing'illatib, kattakonning uyidan sanchqa olib keltirgan, qop qorayib, yorilib ketgan qo'llarini yashirishga urinib, iyak qoqib, oling qilgan, so'ng gazetda inson qalbi degan shigirimni o'qigani, ma'qul bo'lganini aytganida, men universitetning 2-kurs tolibi, o'zini daho hisoblab yurgan g'o'r yigitcha, eshitishga tekin quloq topilganidan, o'zimga somiy tarzda termilib turgan bir juft qorachiqni ko'rayotganimdan bosar tusarimni bilmay, uncha-muncha mavzu emas, naq inson qalbi, she'riyat haqida 1 soat sayraganmanki, nimasini aytasiz? Hali hanuz o'sha oliftagarchiligimni eslasam, yuzim uyatdan lovullab ketadi. O'zimni qo'yarga joy topolmay qolaman. Nihoyat falsafa o'qishdan charchab, biroq hali hayajonimni bosib ololmay yemoq-ichmoqqa tutinganimda negadir tovushi titray boshlagan mezbon qurilish otryadida qay yurtlarda bo'lganimni so'radi. Aytdim. Aytganda ham sal bo'rturibroq aytdim. Do'stboy o'sha yurtlar haqida gapirib berishimni so'radi. Men gapirdim. Bir figurasi vo qizni diskotekada mahkam quchoqlab oldim-da, o'rmonning ichkarisiga olib kirib ketib, qarasam, gapirayotgan men u, qizarib bo'zirayotgan Do'stboy. Yechin desam, yo'q deydi. Senday mohbora qizdan o'rgildim dedim-u. Avj pardalarda davom etayotgan edim, mezbonni yo'tal tutib qoldi. Xalqi qanday yashar ekan, yoshlari qanday ekan, so'radi u, oxiri ovozi bo'g'ilib. Voh, dedim bosh barmog'imni ko'tarib, shirin xotiralardan to'liqqancha. Bittasinikiga bordim. 2 ta chashma ko'tarib olganman. Bilmabman deng. Onasi falaj bo'lib qo'shni xonadagi karavotda yotgan ekan. Janublik emasmanmi? Kirgandan gap yo'q, so'z yo'q, birdan mahkam quchoqlab olgandim. O'zim gapirib, o'zimning so'lagim oqib yotar edi. Do'stboy irg'ib o'rnidan turib, uzr so'ragancha ovqatdan xabar olishga chiqib ketdi. Bu hol bir emas, 3-4 marta takrorlandi. Shu paytgacha ko'plarning ichini kuydirgan rivoyatlarimni mirg'ib aytib berolmasdan zadalanib, kayfim tobora buzilib boryapti-yu, Do'stboyning aylanib so'ragani, Boltiqbo'yi yoshlarining nima o'qishi-yu, nimaga qiziqishi, dunyo qarashi. Ishqilib suhbatimiz oloviga suv sepildi. Ovqatdan so'ng Fotiha oldidan o'ylanib qolgan Do'stboy bir chuqur xo'rsindi-da, meni tong qoldirib, "Qaniydi o'sha yoqlarda bir yashab ko'rsam", dedi. Do'stboy, jo'ra, dedim darrov nasihatomuz ohangda. Qorning to'q bo'lsa, usting but bo'lsa, ovul jamoating orasida bo'lsang, ayoling qo'zilay deb turgan bo'lsa, yana nima kerak odamga? Unchalik noshukur bo'lmadi. Do'stboy bechora xijolatdan dovdirab qoldi. To'g'ri, dedi shosha-pisha. Lekin jo'ra, buni sen eshitding, begona quloq eshitmay qo'ya qolsin. Bilasan, hozir odamlar oyog'i bilan emas, tili bilan yuradi. Mayli, dedim oliyjanoblik qilayotganimdan g'ururlanib. Ammo endi o'zing ham yuqoridagi singari sayos yuzaki fikrlarni miyangdan chiqarib tashlagin, xo'pmi? Hayatdang. Bu so'zlarni aytgandan ko'ra tilim uzilib tushsa bo'lmasmidi?
Do'stboyning lablari qimirladi, ammo ovozi chiqmadi. Bu 7 yil burungi voqea edi. Kecha ana shu Do'stboy vafot etdi, kasalxonada. Kutmagandim. Uni sariq kasali olib ketishini kutmagandim. Uni sariq kasali olib ketishini kutmagandim. Do'stboy xafaqonlik kasaliga yo'liqqani, 2 marta yurak og'rig'i bilan shifoxonaga tushib chiqqanini bilardim. Falokatda. Qachon shamollasa, serpiyoz achchiq sho'rva ichib, keyin bir o'ranib yotsa, otday bo'lib ketadigan Do'stboy bu safar kimningdir qutqusiga uchib, ambulatoriyaga borgan, uni emlashgan igna avval sariq kasali bilan og'rigan bemorga ishlatilgan ekan. O'zbekchilik, qishloq sharoiti ma'lum. Terim avji qizigan ur-to'polon kunlar. Ishdan o'zini chetga tortgan odam el ko'ziga shumshuk ko'rinib qolishi mumkin. Bilasiz, hozir odamlar oyog'i bilan emas, tili bilan yuradi. Ishqilib Do'stboy ish bir oz saranjom bo'lsin-chi deb to butun badani sarg'ayib, ilvirab qolguncha dalada yuravergan. Hozirgina rahmatli yaxshi odam edi deb gururlagan olomon ortga, o'zining kundalik tashvishlariga qaytdi. Yig'layverganidan yuzi shishib ketgan oqsoqol sudralib ularga ergashdi. Yangi do'ppoygan qabr boshida yolg'iz o'zim qoldim. Sen dunyoga kelib nima ko'rding, Do'stboy? Sen dunyoga kelib nima orttirding, Do'stboy? Umringning so'nggi daqiqalarida nimalarni o'ylading, Do'stboy? Agar tuyqusdan mo'jiza yuz bersa-yu, senga qaytadan yashash nasib etsa, umringni yana shunday o'tkazarmiding, Do'stboy? Dunyodan rozi ketdingmi, Do'stboy? Odamlardan rozi ketdingmi, Do'stboy? Biz seni tushundikmi, Do'stboy? Biz seni tushunishga urindikmi, Do'stboy? Sen o'sha olis biz bo'lmagan joylardan nimalarni izlaganding, Do'stboy? Sen o'sha olis biz bo'lmagan joylardan nimalarni kutganding, Do'stboy? Sen o'sha olis biz bo'lmagan joylardan nimalarni topganding, Do'stboy? Sen bizni qarg'amadingmi, Do'stboy? Sen bizga achinmadingmi, Do'stboy? Sen yolg'iz edingmi, Do'stboy? Sen yagona edingmi, Do'stboy? Bilmadim. Balki bu gaplarni ovoz chiqarib aytgandirman. Bir payt qarasam, ko'z yoshimga g'arq bo'lib, muzday tuproqni quchoqlab yotibman. Darrov o'rnimdan turib, ust-boshimni qoqdim. Ishqilib, qabr boshida ne ahvolda turganimni el-yurt ko'rmagan bo'lsin. Bilasiz, hozir odamlar yomon.